Chivin birodarlar 3000 xil turi bor ekan chivinning yer yuzida. Qorni och bo'lib turgan holatda 1 yoki 2 milligram, qorni to'yganda 3 yoki 5 milligrammga teng kelar ekan vazni. 1 gramda 10 dan 1-chalik. Qorni to'yganda yarim gram ekan. Endi uzunligichi 3 mm dan 6 mm gacha bo'lar ekan. Tasavvur qilyapsizlar chivinda. Shunchalik narsa. Endi ichidagi narsani ko'ring. Birodarlar, nano texnologiya deyapti. Mana hozirgi kunda bunaqa nano texnologiya bo'yicha ishlangan futbolka hech qachon tellatmaydi. Nano texnologiyacha ishlangan narsa mo'yka qilsangiz kir yuqmaydi mashinaga. Qarab turingman nano texnologiyani. Uzunligi 3 mm, og'irligi 1 milligram bo'lgan chivinni birodarlar boshida 100 ta ko'zi bor. Og'zida 48 ta tishi bor. Ko'kragida 3 ta yuragi bor. O'rtadagi yurak, 2 ta qanotiga bittadan yurak, 3 ta motor. Tasavvur qilyapsizlar-a? Biz hozir 3 mm ga sig'dirishimiz kerak shuncha narsa.